chaqimchi jannatga kirmaydi deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Tilni tiyib turish uchun sabr kerak. Biri chaqimchiligi sababli, ikkinchisi peshobdan saqlanmagani sababli deganlar. Chaqimchilik gunohi kabiralar sarasiga kiradi. Katta gunohlardan bittasi chaqimchilik. Bunga bugun odamlar e'tibor bermay qo'ydi. Payg'ambar alayhissalatu vassalam la yadkhulul jannata namam muttafaqun alayh. Chaqimchi jannatga kirmaydi deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Birovni borib kimlargadir chaqtiradi. Uni maqsadi to'g'ri emas. Chaqimchi jannatga kirmaydi va chaqimchilik gunohi kabiralar sarasiga kiradi va shu bilan birgalikda chaqimchilarga qabr azobi borligi haqida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bir muborak hadislari bor. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qabriston yonidan o'tib ketayotgan paytlarida ikkita cho'pni olib, ikkita qabrga tiqib qo'ydilar. Shoyatki shu cho'p quriguniga qadar bularga bir rahmat bo'lib tursa, ya'ni mag'firat bo'lib tursa dedilar. Va aytdilarki, bu ikki qabr sohibi azoblanyapti. Biri chaqimchiligi sababli, ikkinchisi peshobdan saqlanmagani sababli deganlar. Mana chaqimchilik katta gunoh.